To'xta, yo'qsa otishga to'g'ri keladi. Qochib keta olmaysan, ishonaver. Bekor bobning gapiga kirdim o'zi. Mana endi orqamdan quvib yurishibdi. Mayli, mana shu yerda hozir qochib ketishim mumkin bo'ladi. Tak, do'konga kirish kerak. Mana shu yerda men topa olmasliklari aniq, lekin bu kichkina janob, sizga yordam kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Shunisi yashirinish kerak, qayerga yashirinaman endi. Balki do'konga kirgandir, ha? Tekshirib ko'rish kerak. Hojatga kir, hojatga. Ha. Bo'ldi. Acha, juda ham ahmoqona tanlov. Hojatxonada yashirishni hattoki chiqib ham ketib bo'lmaydi. Meni uzoqqa tushirishdi. Endi bir reja bor. Reja bor. Aytchi, agar tutib olishadigan bo'lsa, birinchi navbatda ishonaver menga, hammasi yaxshi bo'ladi. Davay unda. Badi, xavotir olma. Shturm bilan bo'lsa ham olaman politsiya uchastkasini, agar seni qamab qo'yadigan bo'lsa. Ayt, shunchaki ofitser bilan gaplashaman deb. Yaxshi. Aniq boshimga balo orttiraman. Hoy, ofitserlar, menda sizlarga gap bor edi. Sezib turibman, hammasi noto'g'ri ketadi, balki bekor jo'natgandirman bularning oldiga. Ot qo'yishmasa, mana qo'shni ham boshlashdi. Yugur, Tomas, yugur, qoch bulardan. Mayli. Allo, Bob, xakerning ishi bo'yicha yangilik bor. Bugun shaharga keldi o'sha. Bo'ldi, hozir boraman. Bo'ldi. Bu yergacha chiqib kelish nima? Tushunmadim. Hoy, bit. Yemaya seni nima qo'lga solishdi? O'rningizda bo'lsam, bed uchun xavotir olmagan bo'lardim, janob Tomas. Bed hammasini aytib berdi. Nimani aytib berdi? Gapingizga tushunmayapman. Janubiy sohil. Nima? Bular Andreynikmidi? Ha, janob Tomas. Men bilmagandim. Qoidalarni bilmaslik mas'uliyatdan ozod qilmaydi. Endi nima qilaman? Endi o'zingizni bizga topshirishingiz kerak. La'nat. Amay qo'lingni ko'tar. Bu yerda hech kim yo'q. O'zi kimni qidiryapsizlar? Bizga jinoyatchi kerak. Bu yerda hech qanday jinoyatchi yo'q. Lekin shu yerga kirib ketgan bo'lish kerak. Hozir kabinalarni tekshirib chiqaman. Xo'sh, bo'sh. Bu ham bo'sh. Xo'sh, uchinchisi va bo'sh. Tushunursin. Bu yerga kirishdan ma'no yo'q. Qarang, oynalarda rishotga qo'yilgan. Gapi to'g'ri. Boshqa joydan qidirishimiz kerak. Tushunursin. Qochib ketdi-ya burnimiz tagidan. Qutulib qoldim. Bedga hali ishonsa bo'lar ekan. Qo'lingni uzatamiz. Yo'qol, menga tegini ko'rma. Sotqin. Itlarning o'limi seni bo'yningda. Men xohlamagandim. Rahmat. Va nega bu ishlarga aralashdim? Hayron. Aytsin. Mayli. Xabar kelibdi-ku. Qiziq. Tushunarli. Bob chaqiryapti, srochno ish ekan. Yaxshimga qo'ng'iroq qilib qolmadi. Mayli, boramiz, ko'ramiz qanaqangi srochno ish ekan. Okey. Xo'sh, tayyormisan, Tomas? Har doimgidek tayyorman. Boshladik operatsiyani. Hozir orqadagisini yo'q qilaman va operatsiya rasman boshlanadi. Tak, davay. Ajoyib. Bo'ldi, chiroqni o'chiryapman. Davay, men ham vintovkani tayyorlab turaman. Глушитель va pixel. Hammasi yaxshi. Yo'q, hali o'chmadi. Qaysi biri o'chirar ekan endi? Chin ursin, bu yerda juda ham ko'p tugmalar. Mayli, birin-ketin bosaveraychi. O'chiroq. O'chyapti. Yaxshi. Endi boshlaymiz otishmani. -1. Ajoyib, o'yin boshlandi. Birin-ketin hammasini. Tushunmadim. Triva. Yaxshi. Yigitlar, sizlarni o'ldirmagan bo'lardik, lekin hamma o'z ishini bajaryapti. Sizlarning ishingiz qo'riqlash, bizniki esa sizlardan qo'riqlanayotgan narsadir. O'g'irlash. Tepada ehtiyot bo'lish kerak. Afsus, fonarimni olib chiqmapan, lekin pichoq bor, biror chiqib qol. Hoppa. Nimaga chiroq o'chib qoldi? Tushunmayapman. Bo'ldi. Hammasi tugadi. Boshqa dushmanlari yo'q. Hoy, shu yerdamisan, haker? Shurdaman, faqatgina qo'riqchining kiyimida kaliti bo'lishi kerak. Qaragin. Hozir. Xo'sh, mana topdim. Qo'yadigan joyi. Hoy, chiqishga tayyormisan? Notanish qutqaruvchi, katta rahmat senga. O'ylagandimki, mana shu yerda butun umrimni o'tkazaman deb. Yo'q, o'tkazmaysan. Ketdik men bilan. O'zi nima kerak sizlarga tushunmadim. Bu yerda ham unchalik yomon emas, kitoblar bor. Kichkinagina xonam, stolim. Tushunursin, balki olib ketmassan-a? Yor dedim. Bo'pti, ketdik. Qo'rqyapman-da. Hech qisi yo'q. Biz seni qo'yib yuboramiz, xavotir olma. Unda yaxshi, ketdik. Tushunursin. Bo'ldi. Aytgancha kanalga obuna bo'lishni unutmanglar va albatta like bosinglar. Ana kim bo'ldi yana? Nima? Aka. Bilardim baribir yomon yo'ldan qaytmaganingni. Ket bu yerdan. 5 daqiqadan keyin politsiya chaqiraman. Qoningni o'chir. Aka, sen janubga boraver. Endi ukam borligidan xor qilaman. Mayli.
Bu yerda akang ishlashini bilmasdim. Ha, meni bilmagandim bu yerda ishlashni. Bo'pti, hech yo'q. Mayli, uni yo'l boshqa, meniki boshqa. Endi g'arbga bizni mashina kutib olish kerak. Aha, tushunarli. O'rmon ichida patrul bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. Xo'sh. Biznikilar shu yerda kutib olishi kerak edi meni, lekin yo'l bo'yida hech kimni ko'rmayman. Balki hali kirish yo'lga tushmagandir. Mayli, kutib turaman shu yerda. Xo'sh, eshikni ham ochib qo'yish kerak. Har kimga qarshi o'zim bilan avtomatim ko'tarib keldim. Bu yerda bizga hujum qilib qolishlari albatta ehtimoli kam, lekin har ehtimolga qarshi asranganda xudo asrar, tushunmadim. Haker. Miles, bizga hujum qilib qolishdi, qara. Bo'pti. Bo'ldim, Johnson. Yaxshi, ketdik. Odam o'ldirdim. Yana uchtasini ya. Nursin. Tezroq qon yo'qotyapti haker. Tushunursan, Miles, shoshil. Hammasi yaxshi bo'ladi, xavotir olma. Axir odam o'ldirdim. Hechqisi yo'q, davay. O'zing shug'ulni tanlading, nima bo'lishini bilib turib, bu ishga aralashding. Endi jolba qilma. To'g'ri aytasan. Men hammasiga aybdorman. Ko'p gapirma, yo'lga qara. Xo'p. O'zi haker sizlarga nima kerak? Bilmadim, Bob aytdi, qutqarishimiz kerak deb mana qutqaryapmiz. Tushunarli. Negadir shu bolaga ishonmayapman. Mayli, qilayotgan ishimizni hammasini kir-chikrigacha aytib o'tirmayman. Nimasidir netosh bo'ladi. Mayli. Oz qoldi, yetib keldik deyarli. Yoshi zalg'ilsa urib yuborardim. Mayli, bo'ldi. Mana shu yerda. Shu yerda bo'ldi, to'xta. Haker, o'lib qolma, voy. Yo'q, hali o'lganim yo'q. Hammasi yaxshi. Ajoyib, davay chiq. Shu yerga, uyga kir, davay. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir shifokor chaqiramiz. Rahmat, Miles ketishing mumkin. Xo'p, mayli. Ichkariga qo'yishadi deb o'ylagandim. Menga ishonishmayapti va ishonmasdan to'g'ri qilishadi. Hali hammangizni qo'shib birgalikda topshirib yuboraman kerakli joyga. Yoki yo'q, agar yaxshigina to'lov qilishsa. Boshqa chiday olmayman. Nima? Yo'q, faqat o'lib qolma. Olib keldinglarmi? Faqat o'lib qolmoqchi. Tushunarsan, shunday bo'lishini bilgandim. Yo'lda patrul bor edi. Otib qo'yishdi. Mayli. Hozir shifokor chaqiraman. Bir necha daqiqada yordam berishadi. Hozir deyarli 3 marta o'q tegdi. Tushunarsan. Bo'la qol chaqir, kim chaqirsang ham. Endi nima qilamiz, lekin qiziq. Nima uchun menga Bob yordam beryapti? Axir shunchaki qorovul edim. Hakerni chaqirishdan maqsad esa meni jinoiy ishimni yo'q qilish ba'zadan, lekin nima uchun? Unga nima shunchalik katta foydam tegishi mumkinmi? Shunchaki qorovul rolda. O'zi ham keldi. Bu kim bo'ldi? Qalaysan, Bob? Yaxshi, bu bizning odam. Bizni odam? Nima bo'yicha bu yerda? Bizga yordam beradi. Qanaqangi yordam? Xullas-chi, bugun shahardagi mayoqni bilasanmi? Dengiz bo'yida. Bilaman. Ana o'sha yerda boshqa shaharga borish uchun hozircha Minecraftdagi eng kuchli hakerni ushlab turishibdi. Biz o'shani qutqarishimiz kerak. Shunda u bizga sening jinoiy ishingni yo'q qilishda yordam beradi politsiya ma'lumotlar bazasidan. Lekin u yerda juda ham kuchli qo'riqchilar bor, ammo o'ylaymanki snayper va o'zing birgalikda tozalashingiz mumkin va bemalol hakerni qutqara olasizlar. Agar hammasi yaxshi o'tsa, unda butun guruhingiz bilan birgalikda politsiya ma'lumotlar bazasidan tozalanib olasizlar. Xo'sh, nima deysan? Bunaqangi oson imkoniyat kamdan kam bo'ladi. Kakras qo'riqchilar ham ozgina. Meni bugun o'sha yerda smenam bor va sizlarda ketish uchun 10 daqiqa bo'ladi. Thomas. Nima bo'ldi? Bu yoqqa bir qara. Xo'sh. Xullas, ma'lumotlar bazasini tekshirib ko'rdim, lekin bu yerda shunchaki gap shundaki, hech qanaqangi ma'lumot yo'q. Qanaqasiga ma'lumot yo'q? Ma'lumotlaringni tozalay olmayman. Qanaqasiga? Axir sen Minecraftdagi eng kuchli haker eding. Shunday, lekin yo'q narsani qanday o'chiraman? Bosh ofitser hali ma'lumotlaringni katta serverga yuklamagan. Faqatgina politsiya uchastkasini o'zini ichiga kirib, kompyuterdagi ma'lumotlarni olib chiqish mumkin xolos. Endi nima qilamiz? Men ham hayronman, axir politsiya uchastkasiga kira olmaymiz. O'rningizga boshqasi kirishi mumkin axir. Bu yaxshi g'oya. To'g'ri aytasan. Lekin qolgan mayda shtraflaringni o'chirib tashladim. Demak, o'sha yerdagi ma'lumotlarni olib chiqadigan odam kerak-a? Bob, xuddi shunday odam kerak. Menda bir g'oya bor. Buni qanday qilishim mumkin? Gapirchi. Aprilmisan, nimaymisan, iyunmi? Salom Xurliqo, kechga bo'shmisan? Umid qilamanki, reja o'xshaydi va Thomasni qutqarishni imkoni bo'ladi.
Yangi mashina turibdimi kafe yonida? Qiziq, kimniki ekan? Qanaqadir katta klient kelganga o'xshaydi. Mayli, hozir ko'ramiz. Mercedes. Yo'q, nima? Qurol ko'tarib olganmi? Meni hududimda-ya. Men tanimagan odam. Senga. Men akayim sotmayman. Bu degani esa sen begonasan. Mashinangga ham. Mayli. Ichkarida nima gaplar ekan? Ajoyib. Salom alaykum. Yaxshimisiz, boss? Yaxshi, rahmat. Ish qanday ketyapti? Bo'ladi, faqatgina birikta. Noqulay klientlar. Tushunmadim, Bob. Sen hozir meni odamimni otib tashladingmi? Meni hududimda men tanimagan odam qurol bilan tura olmaydi. O'g'limga juda ham qo'pollik qilibdi ishching. Ishchim, aqlbast o'g'lingni sirras otib tashlamaganiga shukr qil. Bob, olov bilan o'ynashyapsan, bilasan, nima Demak, bo'lishi muammolar mumkin. xohlaysan, chunki menga do'q-po'pisa qilyapsan. Shundaymi? Muammomish. Atrofga bir qara. Sen o'zing muammodan chiqa olmaysan yaqinda. Tushunmadim. Nima demoqchi bo'lyapti bu? Oxirgi paytlarda g'alati klientlar paydo bo'la boshladi. Biz avval tanimagan, ko'rmagan, hamma yoqni rasmga olib yotishibdi. Tushunarli. Sen har kimga qarshi evakuatsiyaga tayyor tur, xo'pmi? Xo'p. Men hozir bizni odamdan qo'shimcha ma'lumotlar olib qaytaman. Xo'sh. Qani? Salom, Bob. Yo, Baji, salom. Bob. Allo, Siklop, aytishlaricha shubhali odamlar paydo bo'lganmi shu rayonda, ayniqsa biz taraflarda. Qo'yavering, boss. Bu yerdagilarni ham ikkitasini ushlab ketishdi. Siz tarafda esa yana 4 ta bizni yigitni olib ketishdi. Xullas, umuman chidab bo'lmaydi va ehtiyot bo'lganingiz ma'qul, to'g'ri. Bilgandim. Aytganingni qilmasam-chi? Ko'rsat unga Tomas. Bu rasmlar qayerda sizlarda? Tushunmadim axir. Xo'sh, nima deysan? Bob albatta aqlli odam, lekin bu darajada deb o'ylamagandim. Yana men uchun politsiyachini shantaj qilib yotibdi. Mayli, o'zini aybi. Tuzoqqa tushgani meni emas. Mana sizlar so'ragan ma'lumot. Endi iltimos rasmlarni o'chirib tashlanglar. Albatta, ketishing mumkin. Xavotir olma. Bo'pti. Ishondim sizlarga. Xavotir olma. Bir o'q bilan 3 ta quyonni urdik. Endi bizga sodiq politsiyachimiz bor, tizim ichida. Undan tashqari ma'lumotlarimiz, sen ishingni ham tozaladik, xullas, ajoyib o'tgan. Men hammasini bilaman. Shunchaki bekorga yordam bermaysan hech kimga. Nima? Voy, qurolni tushir, Tomas. Shunchaki meni qarzdor qilib qo'yib o'zingga ishlatmoqchisan. Qora ishlarni qilishim uchun, shundaymi? Bo'lmagan gap, axir biz do'stmiz. Ishganimizga bir hafta ham bo'lgani yo'q, lekin do'stmiz-a. Shunchalik yaqin do'stmizki, men uchun hayotingni xavfsizga qo'yishga kelyapmiz. Senga shuncha yordam berdim, tayyorsan. O'ldirmoqchiman. Ishonmayman senga. Jahannamda ko'rishguncha xayr. La'nati, ichimdan chiqqan deganlar shu bo'lsa kerak. Bob yo'q, bu urush degani. Bu hudud uchun yangi jang bo'ladi degani. Ajoyib. G'isht, bu yoqqa qara tezroq. Ha, boss. Yigitlarning hammasini yig'q. Bobni guruhiga qarshi urush boshlaymiz va hammaga tarqat. Bob endi yo'q. Nima tushundim, ketdim. Nog'orasiga o'ynatdi. To'g'ri, Bob hech qachon farishta bo'lmagan, ammo har birimizga juda ham ko'p beminnat yordam ko'rsatgan. Hech qachon bir narsa evaziga boshqasini talab qiladigan inson bo'lmagan. Ammo u Bobga suiqasd qilishga qaror qildi. Bizni yo'qotadigan narsamiz yo'q, birodarlar. Va biz qon to'kishga boramiz. Juda ham ko'p boshlar uchadi, juda ham ko'p yostiqlar quriydi. Hammani yig'ing. Biz ko'pchilikmiz va buni hammalari ko'rib qo'yishadi. Tanishing, yangi boss.